Salom do'stlar, sizlar bilan Imina Fidelisi yangiliklar kanaliga xush do'stlar. Bugungi videoroligimizda biz sizlar bilan Dreamniki Soccer 2026 o'yinida bu kayfiyat uchun olingan videorolik bo'ladi. Qanaqa videorolik desanglar, bugun men sizlarga O'zbekistonda eng to'pli, eng zo'r akkauntlardan birini chiroyli qilib obzor qilib chiqarib beraman. Xo'sh, videorolikni boshlashdan albatta videorolikka like bosib, kanalimga obuna bo'ling. Qanday biz videorolikni boshladik. Xo'sh do'stlar, mana bu ekraningizdagi Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu Telegram kanalda biz yaqinda 10 ta sezon pasga aksiya qildik kechagina. Endi xudo xohlasa, yana nasib bo'lsa 10 ta, 20 ta, 15 ta sezon paslab aksiya qilish niyatimiz bor. Ссылкасы описанияda hamda kommentariyada bo'ladi. Albatta o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, birinchi navbatda akkauntni reytingidan boshlasak, bu akkaunt meni obunachimniki, ismi Muhammad Amin, Abdushi ukaxonim bo'lib qo'ygan, har doim videoroliklarimga yordam berib kelgan, akkauntini ayamasdan ishonib topshirgan. Mana shunday akkauntni menga ishonib topshirgan do'stlar. Endi sizlar ham bemalol xudo xolasa akkauntingizlarda mabodo endi ishonib topshirsanglar bo'ladi demoqchiman. Xo'p, akkauntni reytingini ko'rib turibmiz, 96.5. Uncha akkauntda bunaqa emas. Maksimum 90 nechidir bo'lishi mumkin, lekin bu darajasini men ko'rmaganman. Hozir hamma futbolchilarga masalan usileli forma berib chiqsak, akkaunt reytingi yana ham bir ko'tarilib ketadi. Xo'p, akkauntni medallari birinchi o'rindan 953 ta, ikkinchi o'rindan 36 ta va uchinchi o'rindan 34 ta medallari bor ekan va emojilarni ham ko'raylik do'stlar. Mana bunday har xil emojilar ochilgan do'stlar. Pullik emojilar har bittasi 55 ming so'mdan ochiladi. Men o'zim shaxsan 55 mingdan ochib beraman. Xullas, hamma emoji sotib olingan, birorta emoji qolib ketmagan. DLCdagi bor mavjud bo'lgan barcha emojilar sotib olingan do'stlar. Klanlari ham ajoyib. Menimcha O'zbekiston to'pli klan bo'lsa kerak. Yo'q, menimcha to'pli klan emas bu. Xo'p, ana endi yana nimaga e'tibor bermayapsak, akkauntni obzor qilishni hali boshlamadim do'stlar. Mayda detallardan boshlaganim yaxshi. Xo'p, stadionlar kuchaytirilgan, stadionlarda eng zo'ri sotib olingan. Bundan zo'ri yo'q. Bundan zo'ri bor. Yaqinda keldi bitta stadion. Mana 120 mingtalik. Bu hali sotib olinmabdi. Endi bu akkauntga pul tikilayotgan paytda bu stadion bo'lmagan. Bu stadion yaqinda keldi, yaqin abonentlarga keldi. Mana bu stadion sotib olingan. Примерно bu ham 400 minglar atrofida sotib olingan. Xo'p, bu akkauntga necha pul ketgan desanglar do'stlar, mana shu akkauntni turishiga, boshidan boshlab kuchaytirishigacha taxminan $600 atrofida ketib qolgan. Obunachimning aytishi bo'yicha, eng kami $600 bo'lmasa bundan ko'proq degan. Hisob-kitob qilsangiz ham chiqadi shuncha. Rosa ko'p menga o'sha futbolchilar sotib olishda, sezon pasda sotib olishda yozib turardi. Men o'zim shaxsan mana shu akkauntga donat qilganman. Xo'p, obzor qilishni boshladik. Asosiy tarkibni qaranglar do'stlar. Men obzor qilib charchab ketyapman do'stlar. Hali obzorda boshlamadik, o'sha charchab qolyapman. Akkauntni qaranglar, bomba просто, super akkaunt. Xo'p, ikkita Messi, ikkita Ronaldo olingan, ideal ravishda kuchaytirilgan Ronaldo 7 ta 100. Xo'p, ovozdan normadami? Ronaldo 7 ta 100, Messi eng ideali shu, bundan ortiq kuchaymaydi Messi. Bundan zo'ri ham kuchaymaydi. Xullas, mana shunaqa ikkita Messi, ikkita Ronaldo bor. Usmon Dembele shkalada do'stlar. Shkalada nima deysizlar? O'zi ham shkalat, kuchayishi ham shkalat, oltin to'pi ham shkalat, turishi ham shkalatda bu. Xo'p, Lamine Yamal, bu Lamine Yamal ham maksimal reytingda kuchaygan. Bundan ortig'i yo'q. Bundan ortiq tepasiga o'sha o'ta olmaydi. Bundan yaxshi kuchay olmaydi do'stlar. Akkauntda har bitta futbolchiga alohida e'tibor berilgan. Xo'p, Rafinyadan ham 600 chiqyapti. O'sha mana 1, 2, 3, 4, 5 ta futbolchini ko'rsatdim. 5 tasidan ham 600 chiqqan. Ana endi Mateusni ko'ramiz. Mateus endi normalni kuchaygan do'stlar. Qaranglar, tezliklari 100. Tezlik 100, udar 100, chidamlilik darajasi 100, atbor 96. Yaxshi, yomon emas, zo'r. Bundan yaxshisi yo'q menimcha. Endi bundan sal yaxshilar bo'lishi mumkin-ku, lekin mana shu holatda ham ancha zo'r o'ynaydi. Xo'p, mana bu futbolchi hali kuchaytirilmagan ekan. Nuno Mendes, esinglarda bo'lsa, Nuno Mendesni men kuchaytirib videorolik chiqargandim. Xuddi shu akkauntda kuchaytirganman. O'zim kuchaytirganman. Shaxsan o'zimning qo'llarim bilan kuchaytirganman. Shu Nuno Mendesni. Ideal kuchaygan. Udarlari ayniqsa. Menga eng yoqqan tarafi udari bo'lgan. Pas atburlar 100, tepasidan 3 ta 100. Xullas, eng kerakli narsalarga tushirilib full qilingan futbolchi. Xo'p, bular hali full qilinmagan Dream Stars futbolchilari va mana bu golkiper full qilindi. Undan ham 100 chiqaribdi. Gap yo'q. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Batistuta. Endi Batistuta sal omad kelmabdi. O'zi bu Batistuta sal tuftaroq kuchayar ekan. Hammada ham omad kelavermaydi. Shu holatda ham lekin 4 ta 100 chiqqan. Gap yo'q, malades. Xo'p, keyingisi Rivaldo.
Voy jonimdan. Rivaldoni qaranglar do'stlar. 6 ta 100. Gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham ajoyib. Xo'p, mana bu 5 ta 100. O'ynab kulib 5 ta 100 chiqargan bo'lsa kerak. Juda ham ajoyib ko'rinishlar. Vashshe super. Xo'p, Kenan Yildiz. Yildizdan ham 6 ta 100 chiqibdi. Wow, do'stlar. Akkauntga nima bo'lgan do'stlar? Bunaqa akkaunt bormi O'zbekistonda? Ya bor bo'lsa borda, juda ham sanoqli-da. Qo'l bilan sanasanglar bo'ladi-da. Barmoqlarni yetadi sanashga. Juda ham bunaqa akkauntlar uncha Vyetnamliklarda ham yo'q-da do'stlar. Xo'p, mana bu bo'chali Thiago hali oxirgacha kuchaymabdi. Xo'p, bundan ham salkam 600 chiqqan do'stlar. Endi tezligi 99 100 bilan почти farq qilmaydi. Faqat ko'rinishdacha farq qilishi mumkin xolos. Atak super iziya holatda kuchaygan. Super просто четкий. Xo'p, keyingisi Anderson bo'ladi. Anderson tayanch yarim himoyachisi. Bundan ham 300 chiqibdi. Четкий. Va Suarez bor ekan. Suarez hali full qilinmabdi. Ana endi Zamenga o'tamiz. Zamendan wow, futbolchilar namuncha ko'paydi do'stlar. Voy. Erling Haaland 5 ta 100. Gap yo'q. Xo'p, kella yana bitta sostav tushiraylik. Undan keyin yana mana shu sostavni tushirib qo'yamiz. Bitta rasmga olaylik buni. Endi mana bularni tushiraylik. Qani Haaland, Harry Kane. Mana shu sostavni endi obzor qilamiz. Kylian Mbappe, Salah, Dembele, Yamal, Messi, De Bruyne. Endi farqi yo'q, tushiraman bu obzor uchun do'stlar. Yana pozitsiyasiga qo'ymayapsiz demanglar. Endi Olisen qolib ketib qolibdi. Oliseni sotib boshdan full qilish kerak menimcha. Chunki buni 86 versiyasi chiqqan. Buni qo'ymay qo'yamiz. Benzema bor ekan. Voy. Hop, Lewandowskining ham 95 varianti bor ekan. Neymar ham bor. Voy. Nima bu balo do'stlar? Nima balo bu? Hop, kelash. Mana shu tushirib turaylik. Endi Zamenga tushiramiz. Vinicius, hop, Rafinha, Neymar, qani tochsiz qirol. Hop. Yana kimlar bor? Hop, Jude Bellingham. Bitta reytinglarni ko'rib chiqamiz hozir. Pedri bor ekan. Voy. Bruno Fernandes. Hop. Valverde, Federico, hop, Van Dijk. Pakaj tushlarni obzor qilib turamiz do'stlar. Bu уже ikkinchi sostav. Ikkinchi sostavni obzor qilamiz. Xo'p, ketdik. Erling Haalanddan boshlaymiz. 500 chiqqan, cho'tki. O'zi asosan Haaland shunaqa kuchayapti. Bundan yaxshisi mencha yo'q. Eng yaxshilardan biri. Xo'p, Harry Kane. Harry Kane sal bo'lmabdi-yu, lekin mana shu holatda ham zo'r o'ynadi Harry Kane. O'zi Harry Kane'ning o'zi 500 chiqishi ham qiyin. Sababi tepasidan o'zi 400 chiqqancha full bo'lib qoladi. Faqat udarga tushmasa 100 qilish qiyin do'stlar. 96 udar bilan ham yaxshi tepadi. Xo'p, Kylian Mbappe. Kylian Mbappe sal omad kelmabdi-da. Kylian Mbappeni bitta sotib olib boshdan full qilib inshaalloh zo'r bo'ladi bu ham. Usmon Dembele. Bu sal omadsizliklar boshlangan ekan bu yoqdan. Usmon Dembeleda ham 600 chiqmay qolibdi. O'zim ham chiqara olmadim yaqinda kuchaytirib. Xo'p, Lamine Yamaldan ham 600 chiqmabdi, lekin 500 chiqarilgan. Yaxshi, yomon emas. Lionel Messi endi 99 versiyasi emas, 96 versiyasi. 96 versiyasidan 600 chiqishi sal murakkabroq, qiyinroq bo'ladi. Xo'p, lekin yomon emas. Qo'ldan kelgancha kuchaytirilgan va Lionel Messidan mana shu holatda 400 chiqib turibdi. Xo'p, Muhammad Salahdan salkam 600 pasiga bitta berilganda, plus 3 talik bitta berilganda 100 bo'lib ketardi hammasi inshaalloh. Xo'p, ana endi kimga keldik biz? Kevin De Bruyne. Ton. O'sha qo'shiqni bilasizlarmi do'stlar? Hozir men qanchalik ayta oldim bilmayman. Kevin De Bruyne degan qo'shiq bo'lardi. Hamma mana shu qo'shiq bilan orqali tanisa kerak. Yaxshi kuchaygan, udarlari yaxshi, paslari past 100 bo'libdi, eng asosiylardan biri. Yaxshi, yomon emas. Xo'p, Rodri oltin to'p sohibi. Xo'p, buni ham udarlari 80, 300 chiqqan, kerakli narsalari kuchaytirilgan, ajoyib. Xo'p, va Benzemani saqlab qolganiga o'zi rahmat. Buni kuchaytirishi muhim emas. Benzemani sostavda borligini o'zi katta baxt. Bo'ldi, yetadi, boshqa gap so'zim yo'q. Xo'p, Robert Lewandowski
500 chiqqan. Shikalat bu. Xo'p, keyingisi Vinicius Junior. Voy, bir kam dunyo bo'lib qopti-yu Vinicius Junior. Bir kam dunyo bo'lsa ham, mana shu holatda ham zo'r o'ynab beradi Xudo xolisi. Xo'p, Rafinhani oddiy kartasidan 400 chiqqan, paslari ham yomon emas. Xo'p, Neymar Santos Junior. Wow. Asosiy narsalarga tushirilgan. Udar 100 bo'lgan, tezlanish 100 bo'lgan va kontrol 100 bo'lgan. Ajoyib. 90 glamisi bu ham xuddi shu Benzemaga o'xshab saqlab qolinganini o'zi baxt. Uncha akkauntda yo'q u Neymar. Odamlar Neymar 79 bo'lsa ham sotib olib akkauntimni saqlayman deyapti. Lekin bu akkauntda uje yomon sali. Tuftaroq kuchaygan bo'lsa ham, lekin bor, glamisi bor. Tufta deb ham bo'lmaydi, yaxshi kuchaygan. Xo'p, keyingisi Jude Bellingham. 400 chiqqan, tepasidan ajoyib. Xo'p, keyingisi Pedri Gonzalez. Shunaqa edi, adashmasam. Pedri ham yaxshi kuchayibdi, yomon emas, tepasidan 400 chiqmabdi-yu, lekin shu holatda ham ajoyib o'ynaydi, xudo xohlasa. Bruno Fernandes. Wow, pasidan 400 chiqibdi. Yaxshi. Tezliklari sal pastroq bo'lsa ham markazda yaxshi o'ynab beradi. Va Federico Valverde. Xo'p, o'zimizni Chouameni bilan UFC tushgan biz jangchimiz yaxshi kuchayibdi. Endi udarlari sal pastroq, o'zi hayotda juda ham udar tepadi, pushka tepadi har safar tepganda. Lekin mana shu holatda ham mana tepasidan 100, pastdan 83. Juda chiroyli fil bo'lgan, ajoyib. Xo'p, keyingisi Virgil van Dijk. Bu 2 kam dunyo bo'lib qopti, lekin himoyani yorib yuboradigan darajada o'zi turib beradi. Xo'p, ana endi biz keyingi sostavni tushiramiz. Gabriel. Xo'p, Hakimi. Xo'p, Alisson. Donnarummalarni zaminga qo'yib turamiz endi. Donnarumma, Courtois. Hop, Lautaro Martinez. Xo'sh. Bizda kim bor? Alvarez bor ekan bu yerda. Julian Alvarez, Kvaratskhelia. Hop, bularni ko'rdik. Declan Rice, Nuno Mendes, Bernardo Silva, William Saliba. Endi William Salibani mana bu yerga qo'yib turamiz. Xo'p, keyingisi Antonio Rudigerni zaminga qo'yib turamiz. Bastoni ham zaminga, Rodrigo 93 varianti bor ekan, zaminga qo'yib turamiz buni ham. Rafael Leao. Xo'p, mana bu yerda kimdir qolib ketib qoldi. Wow, Cristiano Ronaldo ham bor ekan, saqlab qolinibdi. Asosiysi va Viktor Gyokereshni, Cristiano Ronaldoni zaminga qo'ysak uyat bo'ladi. Xo'p, endi mana shu sostavni kuchaytirish obzor qilishni boshlaymiz. Vizuallik sal cho'zilishi mumkin, lekin bir nima deydi, zavqlanib ko'radigan, havas qilib odam voy zo'r akkaunt ekan deb ko'radigan vizuallik bo'lyapti. Vizualni mana shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana shunday akkaunt uchun. Xo'p, qani ketdik. Ronaldo tezlik bilan silasi va udari почти 100 bo'libdi. Yomon emas. Glamisi bu ham 93 ku, 82 emas. Glamisi shu. Xo'p, Julian Alvarez 400 chiqqan, pasi 91 bo'lgan. Adashmasam Alvarezni ham mana shu akkauntni kuchaytirganmidi ekanman, esimda yo'q. Xo'p, keyingisi Bernardo Silva. Bitta ham 100 chiqmabdi. Xo'p, bu yoqqa tez kuchaytirganini ko'rsatib o'tamiz. Kvaratskhelia 400, ajoyib. Xo'p, Declan Rice 300 va mana shu holatda markazni yaxshi o'ynab beradi. William Saliba bu 7 kam dunyo bo'lib qopti, lekin bo'ylari baland, ishonchli markaziy yarim himoyachilardan. Yarim himoyachi debman, markaziy himoyachi. Xo'p, Salahni alishtiraylik. Salah o'rniga kim? Griezmann tushirib qo'ydik. Xo'p, Griezmann 200 chiqqan, glamisi saqlab qolingan jonivor. Xo'p, Nuno Mendes. Chap qanot, hozirgi vaqtdagi chap qanot qiroli. Yaxshi kuchayibdi, zo'r. Va Gabriel bu 2 kam dunyo bo'lib qopti. Gabrielni ko'ruvchi shekilli. Gabrielni o'rniga kimdir tushirib turaylik. Keyin bo'pti mana keyingisida. Xo'p, Ashraf Hakimi yaxshi, yomon emas, 95 variantda va Alisson 95 zo'r. Donnarumma 95 zo'r kuchaygan. Xo'p, Thibaut Courtois 95. 3 ta 95 variantda bor уже. Xo'p, Antonio Rudiger 5 kam dunyo bo'lib qopti, yaxshi. Hop, Alessandro Bastoni bu 7 kam dunyo bo'lib qopti. Rodrigo
saqlab qolinganlarni esa hozir 80 reytingda, buni 83 reytingda olib full qilingan ekan. Rafael Leao hozir 81, buni 83 paytda olinib, mana shunday saqlanib qolingan. Xo'p, Lautaro Martinez 4 kam dunyo bo'lib qoldi, lekin bu ham yaxshi. Xo'p, Viktor Gyökeres 3 kam dunyo, lekin mana shu holatda ham Xudo xohlasa zo'r o'ynab beradi. Xo'p, keyingi sostavni tushiramiz, tezda tushiramiz. Xo'p, keyingi sostav Isak, Kroos, hop, Trent Alexander-Arnold, Theo Hernandez, hop, Dani Carvajal, hop, Casemiro, Ederson, yana 4-darvozabon уже. Hop, Son Heung-min, hop, David Alaba, hop, Ziyech, mana bu yerga tushib turamiz. Luka Modric, mana bu yerga. Hop, Eder Militao zaminga qo'yib turamiz. Di Maria ham bor ekan. Voy. Raheem Sterling, Sörloth. Ya'ni Vitinhani tushirmay qo'yamiz. Voy, Sterlingni olib tashladimi? Sterlingni qo'yaylik joyiga. Xo'p, Vitinhani olmay qo'yamiz. Hali to'liqligicha full bo'lmabdi. Kante va Kim Min-jae. Onayni marga Kanteni ham olib tashladim. Joyiga qo'yaylik. Xo'p, yana kim bor? De Gea bor ekan. De Gea hozir ham bor menimcha. Xo'p, voy onayni marga. Xo'p, Robinsonni tushiramiz mana bu yerda. Bo'ldi. Ana endi mana shu sostavda obzor qilamiz. Xo'p, Isak 400, Son Heung-min bundan ham yaxshi kuchayibdi va Luka Modric hozir bitta reytingi baland, hozir sotib olib turib boshdan kuchaytirsa ham bo'laveradi va Toni Kroos. Bu endi Delasada yo'q. Legenda, paslar qiroli Kevin De Bruynening o'sha nima desa bo'ladi, raqobatdoshi eng zo'rlaridan biri. Xo'ras, Toni Kroos, Casemiro, David Alaba, Ruben Dias, Trent Alexander-Arnold, wow, ideal kuchayibdi. Hop, Theo Hernandez, Dani Carvajal, Ederson, Eder Militao, Di Maria, Sörloth, Sterling, Kim Min-jae, Kante, De Gea va Robinson. Qolgan futbolchilarni tezda ko'rsatib o'tiramiz. Antony, mana haqiqiy GOAT do'stlar. Mana futbol qiroli 2008-yilni eslasanglarki, 2008-yil oltin to'p olgan bu. Bitta videolar bo'lsa qo'yib beraman. Hop, mana shu oltin to'p sohibi bo'ladi Antony. Hop, yana kim bor? Kyle Walker. Hop, Keylor Navas. Hop, bo'ldi. Mana shu Paul Pogba ham olib qolinib for qilingan ekan. Bo'ldi. Sostav mana shu do'stlar. Birinchi sostav tushirib qo'yamiz. Ko'rdinglar-a do'stlar, akkaunt qay darajada bir udarligini. Ha do'stlar, shikalatmikan akkaunt. Men o'zim maza qildim bor, mana shu akkauntni obzor qilib buni o'g'il bolaga juda maza qildim men. Anchadan beri bunaqa maza qilmagandim. Akkaunt kuchaytirib, akkaunt obzor qilib, mana maza qildim hozir. Hop, akkauntga gap bo'lish mumkin emas, juda ham zo'r, juda ham bir o'sha yaxshi akkaunt ekan. Havas qildim. Bizga ham nasib qilsin shunaqa akkauntlar, hammamizga o'ynash, hammamizga mana shunaqa akkauntlarda to'p surish nasib qilsin. Xo'p, futbolchilarni joyiga tushirib tashlaymiz. Hop. Qanaqa joylashtirdik? Xullasda do'stlar, hozir buni tushirib turaylikchi. Xo'sh. Xullas, mana shu akkaunt. Ko'rdinglar do'stlar, mana bu yerlarni ham ko'rdinglar. Bu akkauntga $600 ko'p pul ketgan, lekin egasi sal arzonroqqa ham sotib olishi mumkin. Ya'ni $300-200 ham sotib olishi mumkin. Endi $200 bo'lmasa ham $300 atrofida sotib olsa kerak, hatto yarim pulini chiqarish uchun. Akkaunt mana shunaqa do'stlar, akkaunt reytinglari, akkaunt mana buni ham oxirigacha yetgandi do'stlar, 10 ming TP'da. Tangi olmosi yig'dirilgan bu akkauntga. Sezon pastlari vaqtida ochilgan, Ronaldo, Messi sotib olingan, mana bular tushirilmagan. Juda ham ko'p pul ketgan akkaunt, lekin mana shunday rezultatga ega bo'lgan va hozir kim o'ynasa ham bu akkauntda kayf qilib, maza qilib o'ynaydi. Xo'p, videorolik mana shu narsalardan iborat edi. Men hech narsani qoldirib ketmadim degan umiddaman. Akkauntlarga yoqqan bo'lsa, albatta akkaunt uchun like bosib qo'yinglar. Qani kim ko'proq like yig'amiz, ya'ni qancha ko'p like yig'ar ekan bu akkaunt. Hop, albatta Telegram kanaliga ham o'tib obuna qo'yinglar. Videorolik sal cho'zilgan bo'lishi mumkin, lekin arziydigan videorolik bo'ldi. Akkauntni
Kelinglar kommentariyada baholaymiz 1 dan 10 gacha. Qani bitta baholab kommentariyada baholab ketasizlar 1 dan 10 gacha. Men 1 dan 10 gacha necha baholagan bo'lardim? 10 dan 10 masalan, 10 dan 10. To'g'ri, Messi 21, Ronaldo 21 bo'lmasligi mumkin, lekin Messi bilan Ronaldoning undan ham yaxshiroq kartalari bor. Xullas, akkaunt bomba. Sizlar bilan har doimgidek Iminov darsi yangiliklar kanali bo'ldi. Hammangizga xayr, sog', salomat bo'linglar do'stlar.